Qo'lga suv berish, mana hozir eslaganingiz. Bizga qo'lga suv berishni o'rgatishgan yoshligimizda. Mehmon kelganda ota-onalarimiz qo'lga shal o'zimiz tutganimizdan keyin qo'lga suv ber derdilarda va o'rgatardilar. O'ng qo'lga choynakni ushlaysan. Chap qo'lingga chilopchini ushlaysan. Qo'l yuvishdagi oddiy odoblarni ko'ring. Sochiq, yelkasida oq sochiq degandek, sochiq yelkada turadi. Keyin chilopchi bilan choynakni mehmonning qo'liga shundoq tutasanki, u agar tik turgan bo'lsa, ozgina bukilsin, ko'p bukilib ketmasin. Ozgina qaddini xiyol bukkan holatga sen choynak bilan chilopchini ko'tarasan. Chilopchi bilan choynakning o'rtasidagi masofa suv sachratadigan holatda bo'lmasin. Yaqin bo'lsin. O 3 ga bo'lib quyiladi. Bitta quyiladi, hovuch to'ladi, bir yuvadi, 3 ga bo'ladi. Agar yana ehtiyoji bo'lsa, yana bo'lib quyiladi. Hali grantni ochgan singari oqizib qo'yilmaydi. Mana shundoq, demak, qo'lga suv quyiladi. Va keyin u qo'l yuvgan odam baraka toping, yana shunga o'xshagan tilaklarni aytadi. Mana bu odob biz uchun oddiyga o'xshashi mumkin, lekin juda katta odob. Xorijdan kelgan mehmonlar, hatto arablar, shayxlar kelganlarida shu bir ikkita joyga kirdik-ku deyapti. Qo'lga suv berdik-ku, zo'r odat ekan shu. Shu chilapchini chaynakdan menga olib bersin, uyga olib borib qo'ysam deyapti. Ya'ni ko'rgan odam havas qiladi. Chaynakni o'ng qo'lda ushlashda ham gap bor. Gohida 2 kishi oladi. Bu ham odobdan emas. Chunki bir kishi uchun 2 kishi avrob turishi odobdan emas. Bu nima desa bo'ladi? Haligindagi mutelikka o'xshab qolishi mumkin. Bir kishiga bir kishi xizmat qilishga kifoya qiladigan, demak, og'ir mehnat emas bu. Ikkinchisi, chap qo'lda chilopchini ushlashda hikmat shuki, o'ng qo'ldagi suv pokiza suv. U o'ng qo'lda ushaladi. Pokiza narsalar o'ng qo'lda ushaladi. Chiqindilar odatda chap qo'l bilan tozalanadi, chap qo'l unga xizmat qiladi. Yuvilgandan qolgan suv iste'mol qilingan obi mustamal deyiladi. U chap qo'lda ushlab turiladi. Ko'ryapsizmi? Har bitta odobni mantiqi bor, asosi bor va hokazo. Asliyat. O'zbekning o'zligi.